Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan juda ham dolzarb va afsuski ko'pchiligimiz duch kelishi mumkin bo'lgan muammo haqida gaplashamiz. So'nggi paytlarda mamlakatimiz bo'ylab elektr ta'minotidagi uzilishlar, ya'ni blackoutlar soni sezilarli darajada oshganini kuzatyapmiz. Bu vaziyat qish mavsumi yakunlanib, bahorga o'tish davrida yanada jiddiy tus olishi mumkin. Bugungi videomizda aynan shu qiyin sharoitlarda elektrsiz qanday yashash, qanday tayyorgarlik ko'rish va bahor oxirigacha ushbu vaziyatdan eng kam yo'qotishlar bilan chiqish yo'llarini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu ma'lumot har bir fuqaro uchun, ayniqsa qishloq joylarda yashovchilar va katta shaharlarda yashovchi oilalar uchun o'ta muhimdir. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, chunki bugun beriladigan maslahatlar sizning va oilangizning xavfsizligi, farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumotlar ko'proq odamga yetib boradi. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, avvalo ushbu muammoning ildizlariga chuqurroq nazar tashlaylik. Yillar davomida biz ko'pchiligimiz elektr ta'minotining muntazam va uzluksiz bo'lishiga o'rganib qolganmiz. Agar elektr toki uzilsa ham, odatda bu qisqa muddatli, ya'ni bir necha soatdan oshmaydigan holat bo'lar edi. Sabablari asosan rejali ta'mirlash ishlari yoki ba'zan yomon ob-havo sharoitlari tufayli yuzaga keladigan avariyalar bilan bog'liq bo'lardi. Ko'pgina oilalar uchun elektrsiz qolish shunchaki noqulaylikdan boshqa narsa emas edi. Chiroq yoqilmasligi, televizor ishlamasligi kabi holatlar. Uyali telefonlar zaryadini ushlab turish uchun power banklar ham, generatorlar ham juda kam uylarda mavjud edi. Asosan elektr tokining qayta tiklanishini kutardik va odatda u tezda tiklanar edi. Ammo hozirgi vaziyat tubdan o'zgardi. So'nggi yillarda mamlakatimiz aholisi va iqtisodiy faoliyat hajmi keskin o'sib bordi. Bu esa tabiiyki elektr energiyasiga bo'lgan talabning ortishiga olib keldi. Mavjud energiya infratuzilmamiz, ya'ni elektr stansiyalari, uzatish tarmoqlari va transformatorlar ayrim joylarda eskirgan, texnik imkoniyatlari bugungi talablarga javob bera olmayapti. Ular katta yuklamalarga dosh bera olmay, oqibatda avariyaviy holatlar va muntazam uzilishlar yuzaga kelmoqda. Qolaversa, ob-havo sharoitlarining keskin o'zgarishi, kutilmagan sovuqlar, qor bo'ronlari, kuchli shamollar elektr tarmoqlariga jiddiy zarar yetkazib, vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Eng yomoni shundaki, endilikda elektr uzilishlari uzoqroq, ya'ni bir necha soatdan tortib bir necha kungacha davom etishi mumkin bo'lgan holatlar ko'payib bormoqda. Bunday sharoitlarda oddiy noqulayliklar hayotiy muhim muammolarga aylanadi. Isitish tizimining ishlamasligi, suv ta'minotidagi uzilishlar, aloqa vositalarining zaryadsiz qolishi, oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishi va hokazo. Shuning uchun bugungi vaziyatda qanday qilib yashash masalasi shunchaki qulaylik haqida emas, balki xavfsizlik va hatto omon qolish haqida bo'lib qoldi. Birinchi asosiy qism, batafsil tushuntirishlar, nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar tashvishlanmasligi kerak? Keling, endi bu vaziyatda nimalarni bilishimiz kerakligini, kimlar ayniqsa tashvishlanishi lozimligini va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan, elektr uzilishlarining davomiyligi va muntazamligi. Siz yashayotgan hududda elektr uzilishlari qanchalik tez va qancha muddatga sodir bo'layotganiga e'tibor bering. Agar bu kuniga bir necha soatdan oshadigan muntazam holatga aylangan bo'lsa, siz allaqachon favqulodda vaziyatga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Masalan, Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashovchi fermer dehqonlar uchun qishning eng sovuq kunlarida elektr uzilishlari hatto 2-10 soatgacha cho'zilishi odatiy holga aylangan edi. Bu nafaqat ularning uylaridagi isitish tizimini, balki chorvachilik fermalaridagi suv nasoslarini ham ishdan chiqargan, natijada hayvonlarni sug'orishda katta muammolar yuzaga kelgan. Birgina shunday uzilish, masalan, bir fermerga taxminan 2 million so'mlik zararni, ya'ni suv ta'minoti uzilishi sababli pichan va yemning samarasiz qolishi hamda sut mahsulotlarining sifati pasayishi orqali keltirgan. Ikkinchidan, kimlar ko'proq tashvishlanishi kerak? Biri, kichik bolali va qariyalar mavjud bo'lgan oilalar. Yosh bolalar va qariyalar harorat o'zgarishlariga juda sezgir bo'lishadi. Elektrsiz qolish isitish tizimining ishlamasligi olib kelishi mumkin. Bu esa ayniqsa qish mavsumida gipotermiya xavfini oshiradi. Toshkent shahridagi Yunusobod tumanida yashovchi Dilfuza opa o'zining 2 yashar nabirasi bilan qishning eng sovuq kunida
6 soat elektrsiz qolganida. Xona harorati -20 gradusdan -10 gradusgacha tushib ketganini aytdi. Bola sovuq o'tmasligi uchun uni issiq adyollarga o'rab, hatto oshxonada gaz plitasini yoqishga majbur bo'lishgan. Bu esa xavfli vaziyat edi. 2. Tibbiy asbob-uskunalarga bog'liq shaxslar. Ba'zi odamlar hayotiy muhim tibbiy uskunalar, masalan, kislorod konsentratorlari, insulin nasoslari yoki dializ apparatlariga bog'liq bo'lishlari mumkin. Elektr uzilishi ularning hayotiga bevosita xavf tug'diradi. Masalan, Sirdaryo viloyatining Guliston shahrida yashovchi 7000 yoshli Nuriddin bobo o'pka kasalligi tufayli doimiy kislorod terapiyasini olishi kerak. Uning kislorod konsentratori elektr toki bilan ishlaydi. So'nggi 5 soatlik elektr uzilishi vaqtida uning yaqinlari shahar kasalxonasiga qo'ng'iroq qilib, zudlik bilan kislorod ballonlari olib kelishga majbur bo'lishgan. Bu har qanday oila uchun juda katta stress va xarajatdir. Shahar ko'p qavatli uylarda yashovchilar, shahardagi ko'p qavatli uylar asosan markaziy isitish va suv ta'minoti tizimiga bog'liq. Elektrsiz qolish nafaqat liftlarning ishdan chiqishiga, balki isitish tizimidagi nasoslarning to'xtashiga va suv ta'minoti bosimining pasayishiga olib keladi. Qolaversa, gaz bilan ishlaydigan suv isitgichlarning ko'pchiligi ham elektr tokiga bog'liqdir. Pilot olovni yoqish uchun Namangan shahridagi 9 qavatli uyda yashovchi Xolida opaning oilasi. Ertalabga 4 soatlik uzilish tufayli nafaqat nonushta tayyorlay olmagan, balki issiq suvsiz qolib, bolalarni maktabga jo'natishda qiyinchiliklarga duch kelgan. 4 kichik biznes egalari, kafelar, do'konlar, novvoyxonalar va boshqa xizmat ko'rsatish sohalari elektr tokiga juda bog'liq. Uzoq muddatli uzilishlar nafaqat daromad yo'qotishiga, balki oziq-ovqat mahsulotlarining buzilishiga va jihozlarning ishdan chiqishiga olib keladi. Samarqand shahridagi Shirinnur nomli kichik novvoyxona bir kunlik 7 soatlik elektr uzilishi tufayli 2 million so'mlik xomashyo va tayyor mahsulotni yo'qotgan. Bu kichik biznes uchun katta zarardir. 3-dan, kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Generatorlari yoki quyosh panellari bor xususiy uy egalari, ushbu turdagi muqobil energiya manbalariga ega bo'lgan xonadonlar elektr uzilishlariga yaxshiroq tayyor. Ular yorug'lik, isitish va ayrim elektr asboblarini ishlatish imkoniyatiga ega. Masalan, Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida yashovchi Qahramon aka o'z uyiga kichik benzin generatori o'rnatgan. O'tgan yili kuzda 4 soat davom etgan uzilish vaqtida uning oilasi yorug'lik va televizordan foydalana olgan. Hatto telefonlarni zaryadlash imkoniyatiga ega bo'lgan. Bu investitsiya o'zini oqlagan. 2. Qishloq joylarda yashovchi. Gaz bilan isitiladigan pechka yoki o'choqlarga ega xonadonlar. Qishloq joylarda ko'pincha gaz pechkalari yoki o'choqlar asosiy isitish manbai hisoblanadi. Agar bunday uylarda suv ta'minoti alohida nasosga bog'liq bo'lmasa, ular elektr uzilishlariga nisbatan kamroq ta'sirlanadilar. Ikkinchi asosiy qism. Qoidalardan istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar elektr uzilishlariga tayyorgarlik ko'rishda ba'zi istisnolar. E'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni yanada xavfsizroq qiladi. Birinchidan, qoidalardan istisnolar. Mamlakatimizda ba'zi strategik muhim obyektlar va ularga yaqin hududlar elektr ta'minotidan uzilmaydi yoki eng oxirgi navbatda uziladi. Bularga shifoxonalar, tez tibbiy yordam markazlari, strategik ishlab chiqarish korxonalari, suv tozalash inshootlari va hukumat binolari kiradi. Agar siz ana shunday muhim obyektlarga yaqin hududda yashasangiz, sizning hududingizda elektr uzilishlari kamroq sodir bo'lishi yoki qisqaroq davom etishi mumkin. Masalan, Toshkentdagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi yaqinidagi ayrim uylar shaharning boshqa qismlariga nisbatan elektr uzilishlarini kamroq his qilishadi. Bu faktni bilish sizni qandaydir tarzda xotirjam qilishi mumkin. Ammo bu baribir tayyorgarlik ko'rmaslikka asos bo'la olmaydi. Ikkinchidan, tuzoqlar va xavflar. Tayyorgarlik ko'rishda ba'zi tuzoqlarga tushib qolish oson. 1. Noto'g'ri yoki xavfli isitish usullaridan foydalanish. Ko'pchilik elektr uzilganda xonalarni isitish uchun gaz plitalarini yoki isitgichlarni o'chirilgan holatda yoqib qo'yishadi. Bu juda xavfli. Gaz plitalari xonalarni isitishga mo'ljallanmagan va yopiq xonada ishlatilganda uglerod oksidi CO gazi to'planishiga olib keladi. Uglerod oksidi rangsiz va hidsiz bo'lib, o'limga olib kelishi mumkin. Har yili afsuski, bunday holatlar tufayli fojiali oqibatlar yuzaga keladi. Doim yodda tuting, hech qachon yopiq joyda gaz plitasini yoki yomon ventilyatsiya qilingan isitish moslamasini uzoq muddat ishlatmang.
Agar iloj bo'lsa, uglerod oksidi detektorini o'rnatishni o'ylab ko'ring. 2. Generatorlardan noto'g'ri foydalanish. Agar sizda benzin yoki dizel generatori bo'lsa, uni faqat ochiq havoda, uyingizdan uzoqroq masofada ishlatishingiz shart. Generatorlar ham uglerod oksidi chiqarganligi sababli ularni yopib garajda, podvalda yoki uy ichida ishlatish o'ta xavflidir. Bino ichida generatorni ishlatish oqibatida, masalan, Qashqadaryo viloyatida bir oila zaharli gazdan jabrlangani haqida xabarlar mavjud. 3. Tez buziladigan oziq-ovqat mahsulotlari, sovutgich va muzlatgich elektrsiz qolganida. Tez buziladigan mahsulotlar bir necha soat ichida iste'molga yaroqsiz holga kelishi mumkin. Sovutgichning eshigini imkon qadar kamroq ochishga harakat qiling. To'liq muzlatgich hattoki soatgacha. Yarim to'liq muzlatgich esa 24 soatgacha oziq-ovqat mahsulotlarini sovuq holda saqlashi mumkin. 4. Ishonchsiz ma'lumotlarga tayanish elektr uzilishlari paytida turli xabarlar va mish-mishlar tarqalishi mumkin. Faqatgina rasmiy manbalardan, ya'ni mahalliy hukumat organlari, elektr ta'minoti korxonasi yoki favqulodda vaziyatlar vazirligining ishonchli kanallaridan olingan ma'lumotlarga ishoning. Ijtimoiy tarmoqlardagi tasdiqlanmagan xabarlarni tarqatishdan saqlaning. 3-dan noaniq nuanslar. Psixologik ta'sir. Uzoq muddatli elektr uzilishlari odamlarda stress, xavotir va hatto depressiya olib kelishi mumkin. Ayniqsa, yosh bolalar va qariyalar uchun bu holat yanada og'ir kechadi. Bunday paytda oila a'zolarini qo'llab-quvvatlash, ularga xotirjamlik bag'ishlash juda muhim. Kitob o'qish, stol o'yinlari o'ynash yoki oddiygina suhbatlashish kayfiyatni ko'tarishga yordam beradi. 2. Jamiyat yordami. Bunday qiyin vaziyatlarda qo'ni-qo'shnichilik va o'zaro yordamning ahamiyati ortadi. Agar sizda generator bo'lsa, qo'shnilaringizga telefonlarini zaryadlashga yordam berishingiz mumkin. Yoki ehtimol, yolg'iz yashovchi keksa qo'shnilaringizga issiq choy yoki ovqat olib borishingiz ular uchun juda katta yordam bo'ladi. Birgalikda harakat qilish qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. 3. Uzoq muddatli tayyorgarlik. Elektr uzilishlari muammosi tez orada hal bo'lmasligi mumkinligini inobatga olib, siz uzoq muddatli rejalar turishingiz kerak. Masalan, quyosh panellarini o'rnatish, gaz balloni yoki qattiq yoqilg'i, o'tin, ko'mir zaxirasini yaratish. Elektr tokiga bog'liq bo'lmagan isitish vositalarini sotib olish kabi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi haqida aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Elektr uzilishlariga qanday qilib amaliy jihatdan tayyorgarlik ko'rishimiz mumkinligi haqida aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar. Bu maslahatlar sizga qiyin vaziyatda omon qolishga va oilangizni himoya qilishga yordam beradi. Oziq-ovqat va suv zaxirasi bu birinchi navbatdagi muhim qadamdir. Oziq-ovqat tez buzilmaydigan mahsulotlar kamida 3-7 kunlik. Pishirishga hojat bo'lmaydigan yoki faqat qizdirish talab qiladigan oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasini yaratib qo'ying. Bularga konservalangan go'sht, baliq, sabzavotlar, mevalar, shuningdek quruq non, pechene, yong'oqlar, quritilgan mevalar, shokolad kabi mahsulotlar kiradi. Instant mahsulotlar, tez tayyorlanadigan sho'rvalar, pishiriqlar, karam sho'rva, borsh kabi mahsulotlar ham qo'l keladi. Bolalar ovqatlari, agar oilada yosh bolalar bo'lsa, ular uchun maxsus tayyor ovqatlar, pyurlar va sut aralashmalari zaxirasini unutmang. Pishirish usullari. Elektr tokisiz pishirish uchun gaz plitasiga ulanadigan kichik turistik go'ralka, gaz plitasi va bir nechta gaz ballonlari. Yoki agar imkon bo'lsa, yog'ochda yoqiladigan o'choqni tashqarida tayyorlab qo'ying. Bitta kichik turistik go'ralka va bir nechta 2,5 grammlik gaz ballonchasi o'rtacha oilaga 2-3 kun davomida choy qaynishi va oddiy ovqatni isitishga yetishi mumkin. Suv. Har bir odam uchun kuniga kamida 4 litr ichimlik suv hisobida zaxira qiling. Bu miqdor ichish ovqat pishirish va minimal gigiyena uchun yetarli bo'lishi kerak. 30 kishilik oila uchun kamida 36 litr suv kerak bo'ladi. Suv tozalash tabletkalari. Agar markaziy suv ta'minoti uzilsa va siz shubhali manbalardan suv olishga majbur bo'lsangiz, suv tozalash tabletkalari yoki oddiy qaynatish usuli sizni xavfli kasalliklardan himoya qiladi. 2. Isitish va yorug'lik. Isitish, issiq kiyimlar, jins sviterlar, qalin paypoqlar, sharflar, qo'lqoplar va issiq adyollar zaxirasini tayyorlang. Qatlamali kiyinish usuli birini yaxshiroq isitadi. Pechka yoki o'choq. Agar uyda gaz bilan ishlaydigan pechka yoki o'choq bo'lsa, uning sozligini tekshirib qo'ying. Qattiq yoqilg'i, o'tin, ko'mir zaxirasini tayyorlang. Esda tuting. Bu pechkalarni ishlatganda ventilyatsiyani yaxshilab ta'minlash shart. Termos, issiq choy,
qahva yoki sho'rvani uzoq vaqt issiq ushlab turish uchun sifatli termoslar juda oz qotadi. Yorug'lik fonarlar. Har bir oila a'zosi uchun alohida fonar va ularga yetarli miqdorda batareya zaxirasini ta'minlang. LED fonarlar kam quvvat sarflab uzoq ishlaydi. Masalan, bir o'rtacha sifatli LED fonar 3 dona tipli batareya bilan uzluksiz 2000 soat yorug'lik berishi mumkin. Akkumulyatorli lampalar, zaryad oladigan lampalar ham yaxshi yechimdir. Shamlar va gugurt. Shamlardan foydalanishda yong'in xavfsizligi qoidalariga qat'iy rioya qiling. Ularni yopiq joyda yonuvchi buyumlardan uzoqda saqlang. Bir o'rtacha sham 4-6 soat yonishi mumkin. Quyosh energiyasida ishlaydigan lampalar. Bunday lampalar kunduzi quyosh nuridan quvvat olib, kechasi yorug'lik beradi. 3. Aloqa va zaryadlash. Power banklar, telefon va boshqa gadjetlarni zaryadlash uchun bir nechta power banklarni har doim zaryadlangan holda saqlang. Eng kamida 10.000 mAh quvvatga ega power bank oddiy smartfonni 2-3 marta zaryadlashga yetadi. Quyosh energiyasida ishlaydigan zaryadlagichlar bu qurilmalar elektr tarmog'idan mustaqil ravishda gadjetlarni zaryadlash imkonini beradi. Avtomobil zaryadlagichlari agar avtomobilingiz bo'lsa, u ham telefoningizni zaryadlash uchun quvvat manbai bo'lishi mumkin. Radio priyemnik. Batareykada ishlaydigan kichik radio priyemnik FMF favqulodda vaziyatlarda rasmiy ma'lumotlarni olish uchun juda muhimdir. Xavfsizlik va sog'liq aptetka, asosiy dorilar, bog'lovchilar, antiseptiklar, og'riq qoldiruvchilar va oila a'zolariga doimiy zarur bo'lgan preparatlarni o'z ichiga olgan to'liq apteka bo'lsin. Masalan, qandli diabet bilan og'rigan kishi uchun insulin, astma uchun ingalyatorlar va boshqalar. Yong'in xavfsizligi, yong'in o'chirgich va tutun detektorlarini tekshirib qo'ying. Uglerod oksidi detektori. Agar gazli isitish moslamalaridan foydalansangiz, bu qurilma hayotiy ahamiyatga ega. 5. Hujjatlar va pul. Muhim hujjatlar, pasportlar, tug'ilish guvohnomalari, mulk hujjatlari kabi muhim hujjatlar nusxalarini suv o'tkazmaydigan sumkada saqlang. Asl nusxalarni ham tezda olib chiqish mumkin bo'lgan joyda saqlash tavsiya etiladi. Naqd pul, bankomatlar va to'lov terminallari elektrsiz ishlamasligi sababli ozroq miqdorda naqd pul zaxirasini saqlang. Masalan, 500 ming so'm atrofida naqd pul kunlik ehtiyojlar uchun yetarli bo'lishi mumkin. 6. Rasmiy kanallar bilan aloqa. Elektr ta'minoti korxonasining aloqa raqamlari. Mahalliy elektr ta'minoti korxonasining, masalan, hududiy elektr tarmoqlari korxonasining dispetcherlik xizmati raqamlarini bilib oling va telefoningizga saqlab qo'ying. Favqulodda vaziyatlar vazirligi EVVning qisqa raqami Winbexni yodda tuting. Mahalliy hokimiyat. Mahalliy hokimiyatning ishonch telefonlari va mas'ul shaxslarning aloqa ma'lumotlarini bilib oling. Elektr uzilishini qanday xabar qilish kerak? Agar sizning hududingizda elektr ta'minoti uzilsa, birinchi navbatda qo'shnilaringizdan ular ham elektrsiz qolganliklarini aniqlang. Agar butun mahalla yoki tuman uzilgan bo'lsa, bu keng ko'lamli uzilishdir. Birma telefon orqali elektr ta'minoti korxonasining dispetcherlik xizmatiga qo'ng'iroq qiling. Ular odatda elektr uzilishining sababi va taxminiy tiklanish vaqti haqida ma'lumot bera oladilar. 2. Mobil ilovalar. Ba'zi hududiy elektr tarmoqlari mobil ilovalar orqali ham uzilishlar haqida ma'lumot beradi va arizalar qabul qiladi. 3. Rasmiy veb saytlar. Elektr ta'minoti korxonalarining veb saytlarida ham uzilishlar jadvali yoki avariyalar haqida ma'lumotlar joylashtirilishi mumkin. Nimalarni yozish kerak? Agar siz elektr uzilishi tufayli katta moddiy zarar ko'rsangiz, masalan, muzlatgichdagi oziq-ovqatning buzilishi, elektr asboblarining ishdan chiqishi, siz elektr ta'minoti korxonasiga rasmiy ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu arizada quyidagilar aks etishi kerak. Sizning ism-sharifingiz va manzilingiz, elektr uzilishi sodir bo'lgan sana va taxminiy vaqt oralig'i, yetkazilgan zarar turi va uning taxminiy miqdori, zararni tasdiqlovchi dalillar, rasmlar, cheklar va boshqalar, elektr ta'minoti korxonasidan zararni qoplash bo'yicha talabingiz. Bu kabi arizalar odatda alohida ko'rib chiqiladi va agar elektr ta'minoti korxonasi o'z majburiyatlarini bajarmaganligi tasdiqlansa, sizga tovon puli to'lanishi mumkin. Ammo bu jarayon uzoq va murakkab bo'lishi mumkin. Xulosa va yakuniy chorlov, aziz do'stlar, bugungi videoda biz mamlakatimizda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan massiv elektr uzilishlari sharoitida qanday qilib tayyorgarlik ko'rish, qanday qilib oilangizni himoya qilish va bahor oxirigacha ushbu qiyin vaziyatdan xavfsiz o'tish haqida juda batafsil gaplashdik. Esingizda bo'lsin, tayyorgarlik bu qo'rqish emas.
balki oldindan ko'ra bilish va xavfsizlikni ta'minlashdir. Bu ma'lumotlar shunchaki nazariya emas, balki real hayotda sizni va yaqinlaringizni himoya qilishga qodir amaliy qadamlardir. Har bir oila o'ziga xos sharoit va imkoniyatlarga ega bo'lgani sababli berilgan maslahatlarni o'zingizga mos ravishda moslashtirishingizni tavsiya qilaman. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Elektr uzilishlariga tayyorgarlik haqida o'z fikr mulohazalaringizni, tajribalaringizni yoki boshqa maslahatlaringizni kommentariyalar bo'limida yozib qoldiring. Sizning sharhlaringiz boshqa tomoshabinlar uchun ham juda foydali bo'lishi mumkin. Agar video ma'qul bo'lgan bo'lsa, unga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shundagina biz bunday muhim va dolzarb mavzularni yanada kengroq auditoriyaga yetkaza olamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.